bor. O'zida polip beribdi. Men ancha vaqt oldin bitta diagnostika qilib, nimaga homila o'smayapti dedim endi. Ancha vaqtdan keyin kelishdi. Demak, qaranglar, navbatdagi bemorimiz aytib o'tganimdek, gilamchi bepushtlik bilan murojaat qilganlar o'zida polipon kelishgan va to'g'ri tashxis qo'yishgan. Mana nechasi hozir polipni olamiz. Mana qo'l ostida 10 bachadon nayli qurilish qismi. Chap bachadon nayli qurilish qismi. Poliponlik bachadon bo'shlig'i toza. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, diagnostikada bachadon bo'shlig'ida polip aniqladi. 2 sm polipimiz